Zo'ra. Men kecha saskatyapman bor. Zivonak bo'ldi. Senlarga alohida taklifnoma kerakmi? Yo'q. Ator bo'lmasa. Mavzu Movarannahrda shayboniylar Endi yozadim, ha. Rahmat. tilishi. Tur bordok. Mana ustoz. Bor yo'qol joyingga o'tir. Uyga vazifa qildingmi? Mani familiyam jurnalda oxiriga menga kelgach tanaffus bo'lib ketadi. Bugun uyga vazifani so'rash jurnalida oxirdan boshlaymiz. Nimaga qilmading? Nima qilganim ustoz daftarim uyga qolib ketdi-da. Nimaga shiming qolib ketmadi? Nimaga ko'ylaging qolib ketmadi? Nimaga o'zing qolib ketmading? Ana yerbari yasab ketdi. Mana o'rganinglar. O'tir 5. Rahmat. Malades. Al. Menga ber, kam qolgan o'zi. Gaplashma. Amir Temur qachon tug'ilganini sen ayt. 1539. O'tirlaring. Zivonaga o'qituvchilar uchun. Keyingi soat jiddiy ekan, qizlar chiqib turinglar, biz kiyinamiz. Ha, qizlar bo'ldinglarmi? Ekronni ochib kiradi. Ichimdan kiyib olganman trikonni qalay? Futbolkamni qaramani. Ey, yoshlik daftarini olib yozib kelaman. Madina ko'rqan 7-savolga nima deb javob yozgan? Ha? Ustoz bizga matematikadan javob olib bering, erkaklar uyga borib metallam olib kelamiz. Ko'p bor. Ha, bo'pti, borlaring, ehtiyot bo'laring. 16 kilo ekan. 9ga plus qilib qo'ying. Abdullayev akami? Ayda. Menga qara. Bu kraska qutining ichiga tosh bor-ku. Qo'shdik. Yoshdek sani o'ylamagankan. Kecha menga Selena Gomez like bosdi. Rostdan? Mana shu futbolkamni Dubaydan $3000 zakaz qilganman. Qo'ysangchi. Ay, Karim. Holatda seriyoz tema bor. Nima ekan? Kecha Elon Musk telefon qildi. 50 yillik ishlaymiz, ish ko'p, yordaming kerak. Shu deylar, iltimos. Voy, 50 ming so'mdan tushibdi. Men chuchvara bilan ozgina sezib salat yedim, o'shanga to'layman faqat. Tamam. Sen yana boshladingmi? 27,550 so'mlik yeyman. Hamma o'zini yegani to'lasin. Bunga gapirish foydasi yo'q. Bo'pti ber. Ma 7 kishi edik. Yo'q, biz 10 kishi bo'ladi. Qo'lingni ol, do'q qilasan. Shu ushlamasdan gapiringlar shuni. Polikni chan qilding, krossovkang tozalab yursang bo'lmaydimi? Yursan ketadi, ye. Tushirma o'ynani, o'zim o'yga qilganman o'zi. Ketmayman bilan. Ketmasan ketma. Alo, Kamosh, qayerdasan? Uyda edim. Uydamisan? Hali chiqmaysanmi ko'chaga? Yo'q, ko'chaga chiqa olmayman. Ishlarim bor edi. Xo'p, mayli, gaplashamiz. Ha, Aziz? Bugun aniq ko'chaga chiqmaysanmi sen? Yo'q, chiqa olmayman. Salat qilyapman. Ha. Ha, Aziz? Kamosh, uydamisan? Kosmetologdaman. Ha, kosmetologdami? Ha, kosmetologda. Ha, Gulnoz, hali ham o'tiribsizlarmi? Hozir boraman. Tochini boshqa dugona topgan bu. Bo'pti, qizlar, yaxshi qolinglar. Ha, Aziz? Uydaman, Aziz, uydaman. Ha, uydamisan? Ha, xo'p. Nimaga meni aldayapti? O'z dugonam aldayapti. Aziz, o'rtoq, ke bir dardlashaylik. Ha, sizga dardlashishga kerakman-da. Qolgan paytda boshqa dugonalaringiz bilansiz, boshqa payt o'zingizdan ortmaysiz. Bor, o'sha dugonalaring bilan dardlash. Ha, hammani o'z o'rni bor. Ha, hali qadrimga yetasanlar. Hali ko'rasan. Ammo nima qildim? Yolg'on gap bir kun bilinadi. Hammani o'z o'rni bor.